sun'iy intellekt bilan foto bilan ishlaydigan dasturlarda asosan yaxshigina saytlar bor, foto bilan generatsiya qilib beradi. Bu saytlar DaVinci bilan Midjourney rasm, fotoni yaxshigina generatsiya qilib beradi. Bu ko'p joylarda kerak deb ayta olmayman, lekin san'at yo'nalishi, masalan, biron bir ishni qiladigan bo'lsa, uni oldindan g'oya qilib, yozib, tekstida kiritib, keyin o'sha g'oyadan foydalansa bo'ladi. Sun'iy intellekt bilan g'oya qilish bo'yicha juda ko'p ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Tekst yozish, boshqa narsa, farlan sohalarida tekst yozib, tarjimonlik qilish, bu narsalar ishlasa bo'ladi, lekin asosan o'zi tarjima qilganidan ko'ra sun'iy intellekt yaxshiroq tarjima va tezroq tarjima qilib beradi. Fotolarda ham shu. Ko'proq Photoshop ham o'ziga sun'iy intellekt qo'shgan. Photoshop bilan ishlaydiganlar uchun. Hozirgi zamonaviy narsalarni o'rganib boraverish kerak. Asosda baribir vaqt o'tib ketadi, o'shaning uchun tezlashtirish kerak, vaqt cho'zmasdan.